Bir oy oldin shu elektr mototsiklni sotish qo'ygan. Hozirga kelib zaryadi 15 minutga bormasdan tugab qolyapti. Instagramdan ko'rib kelishibdi. Bizga ham shu detskiy mashinalarga qo'yib berayotgan akkumulyatordan qo'yib bering deb. Ko'rishlaring mumkin. Hozir mana shu litiy-ionli akkumulyatordan terilgan akkumulyatorni hozir o'rnatib beraman. Bu narsani o'zingiz sotib olib bemalol o'rnatib olaverasiz. O'rnatilishi juda oddiy. Men o'zim Farg'ona viloyati Quva tumanidanman. Agar Quva tumanidan bo'lsangiz, ustaxonamga olib kelsangiz o'rnatib beraman. Bu korobkaning ichida mana shunga o'xshagan litiy-ionli akkumulyator bo'ladi. Ya'ni 12 volt 8000 mAh bor buning ichida quvvati. Bunga qo'shib, mana bunga o'xshagan zaryadnigini ham qo'shib jo'nataman. Bu elektr mototsiklni o'zini zaryadnigi yoki detskiy pultli mashinani zaryadnigi bu litiy-ionli akkumulyatorda zaryad qilib bera olmaydi. Bu litiy-ionli akkumulyator hozir 3 tadan 3 qator terilgan. Buni 7 qatorgacha tersa bo'ladi. Har bir qo'shilgan qatoriga pul qo'shiladi. Qo'shilgan qatorining hisobiga uzoqroq vaqtga yetadi zaryadi. Lekin hozirgi shu 3 tadan 3 qator terilgani ham sotib olgan odamlar aytishi bo'yicha 2 kun 3 kunda bir zaryad qilyapmiz deyapti. O'zinikidan ancha yaxshi. Bu litiy-ionli akkumulyator uzoq muddat xizmat qiladi, zaryadi ham uzoqqa yetadi. Detskiy pultli mashinalarda va shunaqa elektr mototsikllarda tagida joylashgan bo'ladi, ya'ni o'tiradigan joyini tagini ko'tarsalaring, mana shunga o'xshagan qora akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Men hozir bu temirini bo'shatib olganman. Buni bo'shatib turib, shu akkumulyatorda ikkita kabel ulangan bo'ladi, ya'ni qizil kabel va qora kabel. Qizili plus, qorasi minus. Kabelni o'zlaringiz to'tasizlar. Ko'rishlaring mumkin. Mana shunga o'xshagan akkumulyator joylashgan bo'ladi. Bu uzoq xizmat qilmaydi, zaryadi ham uzoqqa yetib bormaydi bu akkumulyatorda. Mana bu joyga razyon qo'yilgan. Men yuborgan zaryadni mana shu joydan zaryad qilsalaring ham bo'ladi suqib. Yoki shu mototsiklda o'ziga qo'yilgan joydan ham zaryadga suqib ishlasalaring bo'ladi. Akkumulyatorni hozir joylab olamiz. Akkumulyatordan chiqqan klemini mototsiklda plusini ulanadi. Ko'k kabel minusi bu qora kabelga ulanadi. Shu ulangan joyda izolenta yostiq ko'ch bilan o'rab qo'yiladi. Endi yoqib ko'ramiz. Mototsikl ishga tushdi. Endi ko'tarib turib yurgizib ko'ramiz. Kimga shunaqa akkumulyatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekrandagi raqamga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekistonning hamma joyiga dostavka bor. Agar Farg'ona viloyati Quva tumanidan bo'lsangiz, bemalol telefon qilib ustaxonamga olib kelaverasizlar, o'rnatib beraman chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.